Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan judayam mazali, yangi chiqqan kartoshkalardan hamda gulkaram tuxumdan ajoyib taom tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. 4 ta dona kartoshkamizni shunaqa ko'rinishda dumaloq qilib to'g'rab tayyorlab olishimiz kerak. Tayyorlab olgan kartoshkalarimizni oddiy idishga solib olamiz. Ta'bga ko'ra ozgina tuz, qora murch, shirin qalampir paprikadan qo'shib olamiz. Kashnich urug'idan ham qo'shib, hammasini bir xil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib tashlashimiz kerak. Birpas shu holatda turadi. Shunda kartoshkaga mazalari o'tib, yana ham shirali bo'ladi. Bu orada gulkaramni shunaqa maydaroq qilib to'g'rab turib, suvga solib, ta'bga ko'ra tuz solib, qaynatishga olib qo'yamiz. Kattaroq idishga 5 ta dona tuxumni chaqib solib olamiz. Men kichkinaroq tuxumdan foydalanyapman. Agar katta bo'lsa tuxumingiz 4 ta dona qo'shsangiz ham yetadi. 125 millilitr qatiq qo'shamiz. Ta'bga ko'ra tuz qo'shib turib, hammasini bir xil bo'lguncha vinchik bilan yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Ozginagina ko'k piyoz, zelinlaringiz bo'lsa, shulardan ham foydalanib, mayda qilib ularni ham to'g'rab tayyorlab olinglar. Yarimta dona qizil bulg'or qalampir ishlatyapman. Shirin bolgarskiydan yarimini ishlatasizlar. To'g'rab, maydalab shunaqa ko'rinishda, to'rtburchak ko'rinishda mayda qilib bularni ham to'g'rab tayyorlab olishimiz kerak. Tayyor bo'lgan zelin bilan bolgarskiyimizni tuxumli massamizga qo'shib turib, bularni ham yaxshilab bir xil bo'lguncha aralashtirib tashlashimiz kerak. Bu orada 15 minut mana qaynab gulkaramlarimiz ham pishib oldi. Endi buni suvini yaxshilab silkitib, suvdan olishimiz kerak. Maydaroq qilib gulkaramlarni solsanglar tezroq pishadi. Tayyor bo'lgan gulkaramlarni ham mayda qilib to'g'rab tashlaymiz. Bir xil yosh bolalar gulkaramni xohlavurishmaydi. Shu usulda tayyorlab bersanglar juda ham mazali bo'ladi. Gulkarami borligi ham bilinmaydi. Albatta tayyorlab beringlar oila a'zolaringizga. Hamma gulkaramlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib, mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak. Tayyor bo'lgan gulkaramni tuxumli massaga qo'shib turib, qoshiq yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib tashlaylik. Endi tovamizga ozgina yog' solib, qizdirib, to'g'rab tayyorlab qo'ygan kartoshkamizni solib qovurishni boshlaymiz. Hamma narsasini tayyorlab bo'lib, keyin kartoshkani solib qovursanglar, ichiga solgan pripravalarimiz, kartoshkaga solgan tuzlarimiz ichigacha o'tib, yana ham shirali bo'ladi kartoshkalar. Bu taomga yangi kartoshkalardan foydalansanglar, yana ham mazali, shirin bo'lib chiqadi. Kartoshkalar yumshoq bo'lib pishib chiqadi. Kartoshkalarni qovurib, mana shunaqa rangi kirgizamiz. Shunaqa qizartirib, chiroyli qilib qovurib olinglar. Keyin kartoshkalarni qizargan tarafini ustiga, qizarmagan tarafini pastga qilib, to'g'irlab, tekislab yoyib chiqishimiz kerak. Faqat kartoshkalar pishgandan keyin tayyorlab qo'ygan gulkaramli tuxumli massamizni kartoshkamiz ustidan solib olamiz. Hamma yog'iga yaxshilab taqsimlab, tekislab, kapkir bilan ozgina ustidan bosib qo'yamiz. Qopqog'ini yopib turamiz. Buni ustiga yana pomidorni ham to'g'rab tayyorlab olishimiz kerak. Ungacha qopqoqlari yopib, past olovda turib turadi gulkaramli taomimiz. Pomidorimizni, bitta dona pomidorimizni dumaloq shaklda to'g'rab tayyorlab olishimiz kerak. Men 100 gram sir ishlatyapman. Yaxshi eriydigan sirimizni qirg'ichdan o'tkazib, buni ham tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan pomidor sirimizni gulkaramli taomimiz ustidan taxlab chiqishimiz kerak. Birinchi mana pomidorlarni terib chiqamiz. Xuddi pitssaga o'xshab ko'rinishlari shunaqa bo'lib chiqadi. Mazasi ham rosa zo'r bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Ustidan qirg'ichdan chiqarilgan sirimizni ham solib olamiz. Hamma yog'iga tekis qilib yoyib chiqib, qopqog'ini yopib, 10 minut past olovda dimlab qo'yamiz. Mana 10 minut o'tdi, qaranglar, juda ham ko'rinishi chiroyli, mazasi rosa zo'r bo'ladi. Hozir ichlarini kesib ko'rsataman. Juda shirali.
yengil taomlardan biri hisoblanadi. Obed paytligi, kechki ovqatlar qilib o'rnida ham ko'rsanglar bo'ladi. Albatta tayyorlab, oila a'zolaringlarni xursand qilinglar. Mazasi zo'r bo'ladi. Sirlari bilan judayam mazali bo'lib ketadi. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarimga bittadan layk bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringiz uchun o'zinglarni asranglar.